Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetida turizm va madaniy meros shular mavzusida birinchi talabalar forumi o'tkazildi. 3 kun davom etgan mazkur forum doirasida kafedralar tomonidan ilmiy-amaliy konferensiyalar, turli ma'rifiy tadbirlar hamda ko'rgazmalar bo'lib o'tdi. Forumning eng muhim jihatlaridan biri talabalarning faol ishtiroki bo'ldi. Ular dolzarb mavzulardagi ilmiy maqolalar va innovatsion startap loyihalari bilan qatnashib, o'z bilim va tashabbuslarini namoyon etdilar. Talabalar forumi doirasida o'tkazilgan ilmiy-amaliy konferensiyaga taqdim qilingan maqolalar va startap loyihalar tanlovi g'oliblari munosib taqdirlandi. Tanlov natijalariga ko'ra 5 ta shuba va startap yo'nalishida g'olib bo'lganlarga pul mukofotlari, shuningdek tanlovda faol ishtirok etgan talabalarga sovg'alar va sertifikatlar berildi. Bo'lib o'tgan studentlar forumida, ya'niki texnologiya va innovatsion g'oyalarni rivojlantirish uchun bag'ishlangan birinchi bo'lib o'tgan talabalar forumida maqola yozish bilan qatnashib, o'z viloyatimni, o'z tumanimni ilg'or g'oyalarga olib chiqqanim holda birinchi o'rin bilan taqdirlandim. Mazkur forum talabalarning ilmiy-ijodiy salohiyatini rivojlantirish, innovatsion g'oyalarni qo'llab-quvvatlash hamda turizm va madaniy meros sohasida zamonaviy yondashuvlarni targ'ib etishda muhim ahamiyat kasb etadi.